Barakami? Chapqa ushlaganga beradi. To'xtang. 500 ming qo'shmadim, Jumazar aka. 1 million deb qo'lingizni siltamadim. 2 million qo'shdim, 3 million qo'shdim demadim. 100 so'radim, 5 million qo'yishni so'radim. To'g'ri kelsa bering aka. Buni boki hech nimasi qolmadi. Necha pul bo'lsa sot dedi o'g'liz. Shuni ham so'rash kerak-da. Biz to'sat ovoz nima deb o'tadi? Hozir bozor bor degan kim bilan? Endi hozir savdo qilolmaymiz ikkalamiz. O'g'liz sotmaydigan bo'lsa, pulga savdoni o'roq bo'lsa. xo'p, o'shanga necha pul deysiz? O'zingiz ham yana bir ayting, 109 dedingiz. 109 bo'lsa, Yo'q. Jumazar aka, qarang. So'rash yo'q, 109 baland narx. Men sizga yolg'on chakim guring qilmayman. Gap u ko'pchilik aytadi, ro'za oyi bundoq qilaman, ro'za. Menga oyda qizig'i yo'q. To'g'ri. Men o'zi umuman yolg'on gap gapirmayman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar hech kimni olmayman, mutlaqo qarshilik joyim yo'q, chunki yolg'on gapirmaganman. Uyalmayman hech nimadan. Yolg'oni yo'q gapimda. Hamma ayta olaman. O'sha aytaman, xohlagan odam xohlagan mashinani olsin 1 million qo'yib beraman deyman. Xohlagan odamga telefon qilib beraman mashina egasiga. Qo'rqatgan joyim yo'q, chunki hamma pulini berganman. Norozi qila olmaganman. Jumanazar aka, bitta guning 105 ga o'g'lis ko'nmadiki, lekin baland bo'ldi buni narxi jiddagina. Shuncha qitta deydi-ki. Baland bo'ldi, mayli, sizni ham ko'nglingiz bo'lmasa bir guring. Faqat so'ramang buni. 107 sotaman, 106 million beraman, mayli. Hurmat qilib, mana qilib gapirdim. Faqat rozi bo'lib bering. O'sha 22 ni puli ham bo'ldi. 22 ni ham 107 ga sotganman, 90 ming yurgan. Domillarnigini 106 olib. Siznikini ham doktor bo'lib 106 olib 107 ga sotaman. Faqat rozi bo'lib ko'ngilni yoyib bering, men ham 1 million qo'yib sotaman-da, baraka topishim kerak. Rozi bo'lib bering, Jumazar aka. Doktor bular, rozi bo'lib bering. Barakangiz bormi? 8 bering. Yo'q, doktor bular. Qiynadingiz meni, aka, rosa qiynadingiz, aka. 8 bering bo'ldi. Yo'q, 8 sotmayman. Yo'q, 8 sotmayman ham, Jumazar aka. Ishoning, 8 sotmayman. 7 sotaman deyman, 6 beraman deyman. Zo'r savdo bo'ldi. Bering buni, nimasini ushlaysiz? 8 bo'lsa bering. Doktor bular, qarang, mayli. Sizcha bordir. O'sha 8 ga men sotaman. 7 bo'ldi. Barakangiz bormi? 2 ga bo'ldi, ikkamiz o'rtamizdagi. Barakami? Chapqa ushlaganga beradi. Ya, endi qonuniga to'xtang. Bo'ldi, mana tushundim. Tushundinglar, eshitdinglar, hamma bir-birini taylashib oldi. Boshqa gap qolmadi men gapirayotgan. Hozir endi boshqacha guring qilmayman menga, eshiting. Ismingiz nima? Ha, usta o'zizniki ekan, o'z odamimizga beryapsiz. Gapni aytmang, yomon narsa. Endi bitta narsa. Kim oldi sotib qiladi? Yo'q, oldi sotib qiladi. Ikkalangizga tanga taylayman, yutgan odam ham bu odam oldi sotib qiladi. Bormi? Shunga duq bormi? Yo'q, indamang usta. Sizga balkim boshqa mashina to'g'ri keladi. Usta. Siz ham meni to'g'ri tushuning. To'g'ri tushuning, tanga kimga bordi? Bor, kimga tanga bor? Usta, qaysi tomon tanlaysiz? Bo'ldi, sizga gerb, sizga so'm. Bo'ldimi? Ular generallarimiz berilmaydi. Oldi sotib qiladi, 2 oy ham meni minishga olaman deb. 1000 so'mlik tomoni tushsa sizniki, 7lik tomoni tushsa ustaniki, kim olsa ham oldi sotib qiladi. Yo'q, aka, oldi sotib qiladi. Yo'q, hozir o'zingiz aytdingiz, aka. Oldi sotib qiladi. bilan shart qo'ydinglar, endi ko'ninglar. Yo'q, oldi sotib qiladi. Halol bo'lsin endi. Halol bo'lsin, kim olsa oldi sotib qilsin. Shu yerga o'tib turgan odamlar aytadi, haqiqatdan Akmal aka. Gap bo'lyapti, to'g'ri gap bo'lyapti. Qo'shilasiz? To'g'ri gap. Tanga talash kerak. Tanga talash kerak. Bittadan ochaman, gerb tomoni ustaniki, so'm tomoni akaniki. Nima qilasiz? Taks akaniki, so'm tomoniga, usta akaniki gerb tomoni. Tepadagi. So'm tomon. Xafachilik bo'lmasin. Endi qaranglar. Endi bu gap bilan gapirmaysiz, o'zingizning odamingiz yomon narsa. Aka, eshitding Akmal aka, bitta narsani. Bu narsa ham o'sha hozir ichkariga qo'yiladi. Notariusga tayyorlab shaxsan o'zim olib sotdim. Ya, oldi sotdi bo'ladi bu. Endi bo'lmaydi. Ustam olsa ham oldi sotdi qiladi. 2021-yil Chobit avtomat bir kuri yurgan haqiqiy doktor mashina. Haqiqiy taksiga ketdi. Haqiqiy taksiga ketdi. 107 millionga oldim. 1 million qo'yib sotdim sizga. 108 bo'ldi. Oldi sotdi qila olasiz. Rozisiz a? 1 million pul qolibdi, rozimisiz pulga? Doktor va mashina ustiga 1 million qo'yib sotdim, rozimisiz?